Bittagi mashinamiz X50 degani Jetour. X50 degani chiqdi qaranglar. O'ta chiroyli chiqdi mana. Go'zal rasm minadigan ekan, trekkerdan ham chiroyli ekan. Ko'rinishi lekin trekker bo'shashib ketadi. Ancha chiroyli, qo'yilishini ko'ringlar buni. Endi esa 32 ga to'g'ri qo'yildi bunga kompyuter. Regulyatorlarimiz Nordic italyanskiy, Digitronic Fargument deganidan bu. Qo'shimcha magnet. Ancha gazni filtrlab o'tkazadi. Regulyatorda umri uzun bo'ladi buni filtrlasa. Regulyatorga toza gaz keladi, o'zi regulyatorda o'zida ham filtri bor. Yana ham tozaroq bo'lib uzoqcha xizmat qiladi injektorlarimiz. Bunga elektr taliban ham qo'yilgan. Ko'rinishini qarang, salonlari o'ta chiroyli holatda. Mana X50 Jetour. Bunga mana elektr taliban ham qo'yildi. Shumkalarimiz, zapravkilari ham ko'rinmaydi. Ichkarida pastda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol orqaga chiqarasiz, chiroqni buzib beradi inshaalloh.